Assalomu alaykum hammaga. Hozirgina Mash Chempionni palyonga turganda batareykasini ko'rsatib berdim sizlarga. 2023-yil 95% chiqdi batareykani yo'nkisida. Endi bu mashinamizni biz sotuvga qo'yamiz. Olayotgan odam maza qilsin dedilar. Tegdi reduktor moylarini alishtirib, salon filtr, kompyuter diagnostika hadoylarni bitta tekshirib, hadoylarni ham patyashga qildirib sotuvga qo'yamiz. Bu mashinani olayotgan odamga qulay bo'lsin ham deb 106 ming yurgan mashinani batareykasini yo'nkisini hozir biz tekshiryapmiz. 106 ming yurgan mashinaga mana bitta ko'rsatib o'tib ketganmiz. Sizlarga yaxshiroq deb o'ylayman. Hozir mashinani 97 общий yurib beradigan batareya quvvati, batareykani общий yo'nkisida keladigan bo'lsa 95. 106 ming yurgan mashinaga 95% ish keladi. Mana mashinamizda polniy tonirovkalar bo'lgan. Mashinamiz qop-qora. Egalar aytibdilar, bitta orqa bagajida, mana shu tarafida kichkinagina miyatina bo'lgan deyaptilar. Endi salonni bitta tanishtirib o'tib ketaman. Saloniga keladigan bo'lsa, mana mashinamiz probegi 106.179 kilometr. Salonlariga keladigan bo'lsa, salonlari ham toza. Bunaqacha qiynab tashlangan mashina emas. Siznalari ham cho'kib ketmagan, ideal holatda turibdi. Mashinamizga narxiga kelayotgan bo'lsak, bu mashinamiz 2023-yil 106 ming yurgan mashinamizni 23.400 dollar qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa, tez jo'natib qo'yamiz. Oladigan odamlarga like bosib, yaqinlab jo'natamiz. Reklama bo'yicha Divide avtomatsiya kelasizlar. Shundoq reklamaga qo'yib beramiz. Xolisona. Egalar nomerini pastda ismlar bilan birga videoni tagida qoldirib qo'yaman.